Xo'p, demak 14-iyul birinchi semestr savollari to'liq yechimini ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchi savolga e'tibor bering, hisoblang. Xo'p, hisoblashda mana qavs ichida 6,25 minus 1,25. Bularni ayirsak, javobi 5 bo'ladi. 6,25 ni 1,25 ga bo'lsak, javobi 5. Endi ikkalasini ayirishimiz kerak. 5 dan 5 ni ayirsak 0. Demak, bizda javobimiz mana C variant ekan. Ikkinchisi, kubning uchlari soni nechta? Kub bizda qanaqa shakl edi? Xo'p. Mana bu shaklni kub deymiz. Xo'p, e'tibor bering, kubning uchlari soni. Uchlari mana A, B, C, D va yuqorida A1, B1, C1 va D1. Jami mana pastda 4 ta, tepada 4 ta, 8 ta uchi bor. 3-savolga e'tibor bering. Mana shu sonda shu son 9 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yilishi kerak? Bu yerda e'tibor bering, 9 ga bo'linish qoidasi bor. Berilgan sonning raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linsa, demak u 9 ga bo'linadi. Biz buning uchun mana 2 ga 4 ni qo'shamiz 6, 6 ga 6 ni qo'shamiz 12, 12 ga 0 bari 12, yana 1 ni qo'shsak 13, 16, 21, 28, mana bu bilan 37. Endi 37 ga shu yerda berilgan qaysi birini qo'shsak 9 ga bo'linadi. Albatta 8 ni, chunki bu yog'i 37 chiqdi. 37 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 45 bo'ladi. 45 esa 9 ga bo'linadi mana. Demak, bizda yulduzcha o'rniga 8 qo'yishimiz kerak ekan. 4-savolda e'tibor bering. Mana shu tenglamalar sistemasida x plus y ikki shartni bajarilsa k ni toping. Bu sistemani yechishda nimaga e'tibor beramiz? Aniq tengliklarni yozib olamiz. Ya'ni x plus 3y 6 va bizga berilgan shartdagi tenglikni ham bunga qo'shib yozib olamiz. X plus y barobar 2. Ana endi bularni ayirib yuboramiz. X lar ketadi. 2y barobar 4. 6 dan 2 ni ayirsak, shunda y barobar 2 chiqadi. Endi y 2 bo'lsa, mana bu yerga 2 ni qo'ysak, mana bu yerga 2 ga nechini qo'shsa 2? 0 ni. Va x 0. Biz hozir x bilan y topdik. Endi mana bu tenglikdan e'tibor bering. X ni joyiga 0 ni qo'yaman. 2 kere 0 0 bo'ladi. Y ni joyiga 2 ni qo'yaman. 2k bo'ladi. 2k barobar 8. Shundan k ni topib oladigan bo'lsam, to'g'ri chiqadi. Demak, bizga javob to'g'ri. 5-si, hisoblang. Mana bu ildizli ifodani hisoblash uchun nima qilamiz? Buni har birini irratsionallikdan qutqaramiz. Ya'ni mana bunga maxrajining qarama-qarshi ishoralisini, ya'ni 3 plus ildizosi 7 ni beramiz. Bunga esa 3 minus ildizosi 7 ko'paytiriladi. Shunda qanday ko'rinishga keladi desangiz, ikkalasining ham maxraji bu kvadratlar ayirmasiga tushadi. 3 kvadrati minus ildizosi 7 ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni 9 ayrilgan 7 2. Ikkalasidan ham bir xil 2 chiqadi. Bu yig'indini kvadrati. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, 6 plus 9 plus 6 ildizosi 7 plus 7 minus 9 plus 6 ildizosi 7 minus 7 chiqadi. Endi 9 lar ketadi. Plus minus 7 lar ketib, bu ikkalasi 12 ta ildizosi 7 2 ga bo'lib yuborsak, 6 ildizosi 7 ekanligini topib olamiz. Demak, bizda mana C variant. Demak, 2 o'zaro tub sonlar e kubi e kubi 420. Demak, biz bularni bunaqa son desak bo'ladi. 1 bilan 420 ni olsak bo'ladi. Shunda e kubi 1, e kubi 420 bilan ko'paytirsam 420. Bularning yig'indisi necha bo'ladi? A plus b 421. Demak, biz bunda C variantini olishimiz kerak. 7-savol, sonlarni nechtasi 3 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bu yerda e'tibor bering, 3 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun biz hozir bu kichkina son bo'lganligi uchun o'zlaridan bilib ketamiz. Agar kattaroq son bo'lsa, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Hozir bizda 3 bo'linadi, 6 bo'linadi. Xo'p. Bundan keyin demak, bizda hozir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 larni olamiz. Demak, sanab chiqadigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekan. Mana C javob.
Sakkizinchi savol. A soni 36%, 108 soni 24%ga teng bo'lsa, A sonini toping. A sonining 36%, A'ni 36 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak. 108 soni 24%, 108 ni 24 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Shular teng ekan, 100 larni o'chirib tashlaymiz. 108 bilan 36 ketsa, bu yerda 3 qoladi. A teng 72 ekan mana. Demak, bizda B variant. 9. Aylanadagi ABCD nuqtalardan foydalanib nechta vator o'tkazish mumkin? Qarang, bu mana formula bilan ishlanadi. n-1 taqsim 2 formulasiga qo'yishimiz kerak. Chunki har ikkitasi tutashtirilsa vator hosil bo'ladi. Bizda n degani 4 ta, ABCD 4 ta bor. Shuning uchun 4 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu 12 taqsim 2, ya'ni 6. Mana B variant. Bu salomlashishlar soni ham shu bilan topiladi. Ya'ni nechtadir odam bir-biri bilan qo'l berib ko'rishganda necha marta ko'rishlar bo'ladi desa ham shu formulaga qo'ysa bo'ladi. 10-si ikki sonning yig'indisi 320 ga, ularning nisbati esa 39 ga teng. Shu sonlarning ayirmasini toping. Demak, ikki sonning yig'indisi bu A plus B barobar 320. Nisbati degani A ni o'zi 39 ta B deb yozsa bo'ladi degani. 39 B ni A ni joyiga qo'ysak, 39 B plus B bo'ladi barobar 320. Bunda 40 B barobar 320. B ni topadigan bo'lsak 8 chiqadi. Undan A ni topadigan bo'lsak, xo'p, 8 ni 39 ga ko'paytiramiz, 240 i plus 72 312 bo'ladi. Endi 312 dan 8 ni ayirsak 304. Bizga ayirmasini so'ragan. Chizmada x burchak toping. Qarang. Bu parallel to'g'ri chiziqlar, bu 25, mana bu burchagimiz 65 bo'ladi. Mana bu mos burchagi ham 65 bo'ladi. Uni vertikal x ham 65 ga teng bo'ladi. Agar bizga mana bu burchakni so'rasa 115 bo'ladi. Bizda hozir bu burchak so'ragan bo'lgan B variant bo'ladi. Pastda x so'ragan bo'ladi, u A variant chiqadi. Rasmda bo'yalgan soha yuzini topish uchun ifoda tuzishimiz kerak ekan. Buni nima qilamiz? Qarang, mana bu yer A ga teng, to'g'rimi? Bu S minus B ga teng bo'ladi. Chunki bu tomon S, bu tomon B. Endi uchburchak yuzini topish uchun formula o'sha katetlarni ko'paytirib S minus B ga plus 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. Bizda bu javob mana C variantda bor. Yo'lovchi o'zgarmas tezlik bilan 3 soat davomida 7,5 km masofa bosib o'tdi. 3 da 7,5 km, 4 soatda qancha? Mana proporsiyani ishlab qo'ysak bo'ldi. Shunda 3ximiz 30 chiqyapti, ximiz 10. Demak 10 km. Hisoblash bu yerda qaysi biri qulay bo'ladi? Mana 1.1 ni bunga navbat bilan ko'paytirmaymiz, mana bu ikkalasini ko'paytiramiz, 1000 bo'ladi. 1000 ni bitta 0 ni bunga bo'lsak 11, ikkita 0 ni bunga bersak 3 ga aylanadi va javobimiz 33 chiqib keladi. Bizda B variant. Kubning nechta yog'i bor? 6 ta. Uzunligi 4 km bo'lgan simni necha foizga emas 3,2 km qoladi. Demak 4 km bizda 100%. 3,2 qolish uchun 0,8 hisob tashlashimiz kerak. Uni x deymiz. Proporsiya qilsak 4ximiz 80 chiqadi, ximiz 20. Demak 20% ni kesib tashlasak bizda 3,2 km qoladi. Aslida 1739 va 234 sondan qo'shish kerak edi. Qarang, 1739 ga 234 ni qo'shish kerak edi. Shunda bu 3, 6, 7. Demak bu 9, 1973 chiqish kerak edi, lekin u 1379 ga 324 qo'shdi. Demak bu 3, bizda bu bo'ladi 0, bir tilda 6, 7. 1703 chiqardi. Nima o'zgarish bo'ldi? 1973 dan ayiramiz 1703 ni. Shunda bu 0, 7, 2, 270 da kam natija chiqarib oldi. 3 ta qiz, 2 ta oq atirgul bor, 3 ta qizil, 2 ta oq atirgul bor. Har bir rangdan aynan bittadan olib, birinchi rangdan 3 ta imkoniyatimiz, ikkinchisidan 2 ta, jami 6 ta imkoniyatimiz bor. Demak 6 ta usulda taxlasak bo'lar ekan. 19. Aka va ukaning yoshlari nisbati 3:1. Qarang, shunda akani 3x deb olasiz, ukani bitta x deb olasiz. Ukasidan 10 yosh katta. Demak 3x dan x ni ayirib tashlasak 10 chiqadi. Shunda 2ximiz 10, x ni topsak 5. Bu 5 degani mana bu aka 3x edi-ku, 15 yosh bo'ladi. Ukasi 5 yosh bo'ladi. Necha yildan keyin 2:1 nisbatda bo'ladi.
Qarang, 15 5 ga 5 ni qo'shsak 2 ga 1 nisbat chiqadi. Chunki bunga 5 ni qo'shsangiz 20 bo'ladi, mana 10 bo'ladi. 20 ni 10 ga bo'lsangiz 2 ga 1 nisbat chiqadi. Soddalashtiring, qavslarni ochib chiqamiz. AB minus AC minus AB plus BC minus AC plus BC. Bu yerda AB bilan minus AB ketadi. Xo'p, BC ikkita bo'lar ekan, ikkita BC minus ikkita AC. Buni ikkitasini chiqarsak B minus A qoladi. Demak, mana B minus A. Mana C variant. Sonlarning ayirmasi, sonlari ayirmasidan farqini toping. Demak, 7165 soni bilan 235 sonlarning ayirmasi bu 0, 3, bu 9 bo'ladi, 6930 chiqadi. 7525 soni bilan 325 sonini ayirmasi 0, 0, 2, 7200 chiqadi. Farqi 7200 dan 6930 ayiramiz. 7200 ayrilgan 6930. Bunda buni ayirib tashlasak 0. Bundan ayirsak bitta qarz obaylar 7, bu yoqda 270 qolar ekan. Mana bu. Quyida sonlar 3 ga karalilar nechta? 12 3 ga karali, 78 ham karali, raqamlar yig'indisi bo'linadi chunki 63 ham karali, 18, 9, 93, 21, 57. Demak bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Mana shu ko'paytma qiymati 50% ni toping. 12 ni 0.75 degan 3 taqsim 4 degan ko'paytirib 50% degan 2 ga bo'ling degan. Bu bilan bu ketsa, bu yoqda 3, 3 kere 3 9, 9 2 bo'lsa 4,5. 50% 4,5 ga teng ekan. Masshtab 1 bo'lingan 6 million, bu 6 million marta kichraytirish kerak. 240 kilometrimiz, qarang, 1 kilometr bizda 100 ming santimetr. 240 kilometrda yana 5 ta nol yozasiz. Shuncha santimetr, endi 16 millionga bo'lasiz. Keyin bular qisqarib ketib 4 chiqadi. Demak bizda atiga 4 santimetr chizmada chiqadi u. Raqamlar ko'paytmasi 12 ga tenglik, qonat sonlar nechta? Bular masalan 26, 63, 62, 2 kere 6 12 chiqadi chunki 34, 43 va bular 4 ta tashkil qiladi. Koordinatalari 5 va -5 bo'lgan nuqtalar orasida masofa qancha? Qarang, bu yoqda mana bu nuqta -5 bo'lsin. Mana bu yerda 0 turadi, bilasizlar, bu yoqda 5. Mana shu oraliq necha chiqadi desa 10 chiqadi deysizlar. Xo'p, 5,5 kilogramm olma necha foizini ayirsak 3,3 kilogramm olma qoladi. Demak, 5,5 kilogrammni 100% deb olamiz. Unda bu 2,2 kilogramm olib tashlasak 3,3 qoladi, uni x% deb olamiz. Proporsiya qilamiz. Shunda 5,5 ximiz 220 chiqadi. X topsak 40. Necha foiz ekan? 40%. Xo'p, 28 hisoblang. 28 da qanaqa bajarsak bo'ladi? Hozir bizda hammasini 7 ni darajasiga keltiramiz. Bu 7 ni 10-chisi bo'ladi. Mana bu 7 ni 8-chisi bo'ladi. Mana bu 7 ni nega 8-chisi? Chunki bu 7 ni kvadrati edi. Bu bilan 8 bo'ladi. Bu 7 ni kubi, bu bilan 18 bo'ladi. Shunda javobimiz 7 ni 18 taqsim 7 ni 18 bu 1 ni beradi. Javobimiz 1. Ifodani boshqa ko'rinishini toping. Qanday bo'ladi boshqa ko'rinishi? Bu qarang, x minus 2 ni x plus 1 ga bo'ladigan bo'lsak, bunga bittadan berasiz, x bo'ladi, plus 1 bo'ladi. Ayirsak, x lar ketib, bu bilan bu minus va bu minus 3 qoladi. Bu nima degan? 1 minus 3 taqsim x plus 1 deb yozing degan. Yoki oddiyroq qilib aytganda, mana shuni ishlatsak, bu javob chiqib keladi. Mana bu variant. Oddiy qoldiqli bo'lish ekan. Bu yerda ikkita katagimiz. Buni santimetrga aylantirish uchun bilasizlar 10 ga ko'paytirishimiz kerak. 10 ga ko'paytirsak 4 santimetr chiqadi. Demak, har biri 2 santimetrdan. Bitta katakchani tomoni necha bo'ladi? 2 bo'lar ekan. Javobimiz mana bu variant. Bu 2026-yil 14-iyul 1-smenada tushgan savollar. Xudo xolasa keyingilarni ham qo'yishda davom etamiz. Bizni kuzatib boring. Hammaga rahmat.